nokautli seriyaga qaytamiz. Do'stlar, assalomu alaykum. Mangu ligasida bugun juda ham qiyin, lekin juda ham kerakli g'alabaga erishdingiz Muhiddin aka. O'zingiz nima deysiz jangingiz haqida? Avvalambor assalomu alaykum. Alhamdulillah, shu kecha konferensiyada aytdim. Alloh kimga g'alabani yozgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Qolgani bir deyin. Xudoga shukr, Alloh menga g'alabani berdi. Xudo xolasa, lekin katta vesda urishdim. Bu o'zimni oqlash emas. Xudo xolasa, aprelda o'sha aytganimdek oktagonni kamarini O'zbekistonga qaytaramiz 70 kilo vaznda. Siz 70 kiloda haqiqatda jang qilasiz, 77 kiloda hozir urishdi. Ancha qiyinchilik bo'ldi lekin. Endi operatsiyadan keyin yo vazn tashlashim kerak edi, yo trenirovka qilishim kerak edi. Vesim juda ham narkoz ves oshirib yubordi. Men ves ko'tardimda, trenirovkani qildim. Bir oy muddat kam buni bayislar tushunadi, lekin xudo xolasa hali aprelgacha 2-3 oy bor. Xudo xolasa nokautli seriyaga qaytamiz. Duo qilib tursanglar, xudo xolasa sizlarning duoinglar bilan. AC ligasida jang qiladigan bayisni yutdingiz aka. Raqibim Qirg'izistonlik juda ham kuchli raqib edi. Xudoga shukr, Alloh g'alaba berdi. To'xtamaymiz. Hali o'sha gap UFC. Omad, tan joningiz sog' bo'lsin aka. O'zingiz ehtiyot